Agar sizni uyqusizlik qiynayotgan bo'lsa, kechqurun 1 stakan moychechakli choy ichishga odatlaning. Moychechak asabni tinchlantirib, uyquga eltadi. 2. Ovqatlangach qorin dam bo'lishi qiynayotgan bo'lsa, 1 piyola qora yoki ko'k choyga 1-2 ta yalpiz bargini solingda ho'plab iching. 3. Yog'li taomdan ko'nglingiz behuzur bo'lsa, 1 stakan qora choyga yarim choy qoshiq zanjabil kukuni aralashtiringda oz-ozdan iching. 4. Organizmdagi moddalar almashinuvi buzilishida ko'k choy asqotadi. Nonushtani ko'k choydan boshlab, so'ng tamaddi qilish mumkin. 5. Asabiylikdan boshingizga og'riq kirsa, qora choyga limon o'tini aralashtiringda issiqligida qabul qiling. Tinchlanasiz, og'riq ham yengillashadi. 6. Yozda shamollash bezovta qilsa, maymunjon va qorag'at mevasini aralashtirib, qora choyga damlab iching. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron.uz kanali faqat siz uchun.